Kesinchi aka. Hozir ko'rasiz aka. Maqtaganingizcha bormikan, yo'qmi ko'ramiz. Hozir ko'ramiz aka. Qani? Qani, bismillah. Yeb buni, sindimi? Sindi aka. Aka bu ishmasda, o'sha siz kesganingizni o'rtasidan kesib bera olasizmi? Bunimi? Ha. O'rtasidan. Da. Shuhrat aka, men professional emasman, lekin kes qani bitta ko'rsataylik. ko'raylik. Professional bo'lmasa, aka apparatingiz просто. Bilasiz-ku? Bitta kesib bering qani. Hozir ko'ramiz. Ko'rsin. Narxini oxirida aytamiz qazon. Sharmanda qilib qo'ymash. Ha. Buni o'zi aslida ko'proq professionallar qilishadi. Biz ham endi imkon qadar kesib ko'rsatib beramiz hozir aka. Kesing, o'shab turaymi? Sizni talabingizga ko'ra. Bosing. Bosing. Qani, bismillah. Voy, kafilni o'zini sindirib qo'ydim aka. Xo'p, mana kesganingizni ko'raylik. Mayli, uni qo'ying. Xo'p. Professional bo'lishingiz kerak ekan-da. Kesildi. Bo'ldi aka, bo'lindi. Bitta bo'lingchi. Bundoq qiling, bo'lindi endi. Mana. Ko'ryapsiz? Xo'p. Narxini ayting buni. Bu kafelaringizda 120 talik aka. Xo'p. Boda firmasiga tegishli bu. Xo'p. Buni narxini hozir chegirmada 1 million so'mdan qilib beramiz. 1 million so'mdan. 1 million so'm. Shartda obuna bo'lish kerak. Albatta. Akam nominalarni yozib qoldiraman. Kimgadir kerak bo'lsa, kafil chokalar srochni foydalanaylik. 1 million so'mdan, ko'rdinglar, mana shunaqa santimetrda kesyapti. Bemalol. Endi sizlar ustasizlar, yorib yuborasizlar. Akamga aloqa chiqib ko'rasizlar.